Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun yana bir obyektimizga 30-iyun mana ko'rgani keldik. Tunuka fon patologlari bo'lgan. Ichkarigi ko'rinishlari mana bu raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hop, patologini mana holatini boshladik. Bu ichkariga nikellar ishlatilgan. Yulduzchalarning orasiga, o'rtasiga, mana bu joyiga kosmos qo'yiladi. Ichlari polni nikellar chiqilgan. Ustagamiz mana tepada burchak qo'yish jarayonidan bir lavha qildik.